Bizani YouTube'da kuzatadigan kuzatuvchilarimizga alohida bonuslarimiz bor, doim bilasizlar. Mana shu hozirgi mana shu videoda yaxshilab joylashib o'tirib olinglar. Ustalarga ham, uy egalariga ham ancha manfaatli video bo'ladi. Ya'ni endi уже vaqti keldi. Bemalol to'playvoy nasosni ishonch bilan o'rnatsa bo'ladi. Istadi ham, sovutadi ham, issiq suv ham beradi. Sovutish uchun shu fan ko'yil qo'yish kerak. Ya'ni tepada patologdan yoki Napolni fan ko'ylni ham qo'yib turib, yozda konditsioner o'rnini bemalol bosadi. To'g'ri, narxi sal balandroq bo'lishi mumkin, lekin o'zingizlar o'ylaylar, bitta xonadonni isitish uchun ishlayapti-da, yozda u sovutishga ham ishlayapti. Bitta xonadonga 3 ta 4 ta konditsioneri narxini hisoblaysizlar. Hozir bir 4 million, 3 milliondan kamida olasizlar shu 12 kilovat, 18 kilovatlikni. 4 milliondan 4 ta dona olsanglar ham 16 million. O'sha keyin uni svetni rasxodi ham ancha baland. Teplovoy nasos yaxshi tomoni o'sha konditsionerga nisbatan yoki elektritskiy kotyolga nisbatan, issiqlikka, sovuqlikka ishlatishga nisbatan kamida 3 barobar. Ko'pi bilan 5-6 hozir mana ichkarida ko'rsataman, 5-6 barobargacha sarfga ekonom qilib beradi. Yaxshilab joylashib o'tirib olinglar. Teployuzlarni tayyorlab qo'ydim. Ko'chani haroratini ko'rsatish uchun mana ko'cha mana yerli -8 degani, ko'chada bir -0 yoki -1 deganida mana. Osmonga olganda ham -12 ko'rsatyapti. Yerli sal muzlagan hisobiga mana -9 ko'rishi mumkin. Teplovoy nasos ichkaridagi issiqlikni mana sovuq qilib chiqarib beryapti hozirgi paytda. Brendimiz Beckel. Oddiy. Buni komplektida mana A2+, A3+ ko'rasizlar. 12 kilovatli. Narxini sirazi aytaman. Taxminan 33-34 milliondan teparoq chiqadi. Endi hozir video 2025-yil dekabr oyida olinayotganiga nisbatan olinganda shu 34 milliondan tepa. Ya'ni mana shu monoblokning narxi. Ikkitagina trubasi bor. Padacha, обратка. Ikkita NTC datchigi bor. Ya'ni padachaga, обраткаga o'sha buferni yonkisga solib qo'yiladi, o'shani ko'rib turish uchun. Tayyor turinglar, teplovoy nasos olgan odamlar to'g'ridan to'g'ri eski sistemaga shunday ulab qo'ya olmaydi. Uning uchun bitta hozir ichkarida ko'rsataman, buferni yonkis qo'yish kerak bo'ladi. Montaj hozir bu ko'rayotgan videomiz Qo'qon shahrida mana ZM Hospital degan klinikani bir bitta bo'lagi, mana shu montajni mana shu Zohidxon ukam qilgan. Mana shu 008 trekkerda yuradi. Orqasida mana shu Wisman degan yozuvni ko'rsanglar, signal chalib qo'ysanglar ham bo'ladi. Qo'qonda mana shu ukam eng zo'r chempionskiy montajdan shu qilgan. Bu yerda bir ikkita kamchiliklar shu tomcha qilib qo'yish kerak. Eng asosiy kriteriyalardan bittasi. Keyin tegida noshkada turish kerak, ya'ni tegidan kondensat oqishi mumkin. Kondensatni ham iloji bo'lishi tegiga o'sha shag'al yoki suv oqib ketadigan joyga qo'yish kerak bo'ladi. Tomcha kondensat uchun sal teparoq ko'tariladi. To'g'rimi Zohidxon? Xo'sh, padacha обратка qat'iy ketyapti. O'shani hozir ichkarida ko'rsatamiz. Qani, bismillah. Bor yo'g'i 40 gradusga qo'yib qo'yganmiz. To'pli pol bir 100 kvadratga yaqinroq joy. Teplovoy nasosimiz 12 kilovatli. Mana, xudo xolasa 40 gradusga qo'yilgan nimamizda, bitta joy ko'rsatmayapti-da bu ham. To'pli polda 31-32 beryapti. Qaranglar. Padachasini shunda ko'rsataman sizlarga. Mana shu yerdan ko'rsatamiz-da endi. 39 mana. 37.7 ko'rsatyapti padacha. Обраткasi. Xo'sh, 35, 33 ekan mana. 33 lar atrofida. Demak, deltamiz 5-8 atrofida. Qo'yib qo'yilgani buni 40 ga qo'yib qo'yilgan, zadacha berilgan mana. Menga eng yoqqani yana buni teksturasi, ya'ni tablosi rus tilida. Hammamiz rus tilidan bemalol foydalanamiz. Bexato, chiroyli funksiyalari ham. Tili juda ko'p ekan. Biz endi rus tilini tanlab nima qildik? Keyinchalik balkim o'zbek tilini ham qo'sharmiz. 12 kilovatli teplovoy nasosimiz 2 kilovat rasxod qilyapti. Ishlab turgan payt. Demak, 6 barobar bo'ladimi? Endi ko'chani harorati hozir 0 bo'lganligi sababli buni effektivnosti mana shunaqa 5-6 barobargacha zo'r. To'g'ri, ko'chani harorati -10, -15 bo'lganda bu 2 kilovat emas, 5 kilovatlarga chiqishi mumkin. Ya'ni 3 kilovat, 4 kilovat ish sarflash sal ko'payadi. O'sha narsani endi tajribada sekin ko'ramiz. Xo'sh, teplovoy nasos sotib olgan odam albatta buferni yonkis olish kerak. Hozir montajniklarga foyda bo'lishini qaranglar. Padachani to'g'ridan to'g'ri buferni yonkisi tepasiga ulanadi. Bitta kran qo'yib qo'yasizlar.
avariyniy holatlarda o'shani xizmat qilish uchun. Bu firmyomkasi teplobmenniki bo'ladi. Ichida bitta katta teplobmennikligi bu bittalik. To'g'rimi? Bittalik teplobmenniki padach bo'm-bo'shmi? Ichida nimasi yo'qmi? Teplobmenniki yo'qmi? Hozir buni ichidagi nimasi prujinasi yo'qmi? Hozir bir-biriga ulanganmi? Mana buni qanday ketyapti hozir? Ha, gidrosil ichida katta gidrosil, katta gidrosilka bu. Bu sistema kichkina bo'lganligi uchun bu gidrosilka sifatida ishlayapti. Zaxira. Shunda padacha kiryapti, obratga chiqyapti. Shu joyi o'zidan padacha olingan, nasos u yoqqa qarab haydayapti. Ko'rinishi mana. Ustanovkani ham shuni o'rganib olsanglar bo'ladi. Ko'rdinglar? Padacha obratga, NTC datchik mana padachaniki padachaga tiqilgan, obratganiki obratgada. Shunda bu yoqqa chiqyapti. Bu yerga ham rakerlik kran qo'yilgan, juda молодцы, zo'r montaj. Nasos qo'yilgan, nasos shunda to'g'ridan to'g'ri to'pli polli padachasiga ketyapti. Rasxodamерный kollektor qo'yilgan. Qaytib turib obratga mana shu yerdan kirib ketyapti. Bitta на всякий случай elektriskiy tenli bo'lishi kerak bu adashmasam. O'tgan NTC bu kerak bo'lmaydi xudo xolasa. Endi buni rasxodini kamaytirish uchun, ya'ni tokda ishlayapti, tok bo'lmay qolsa-chi degan odamlarga men doim maslahat beraman. Tok bo'lmay qolsa degan gapga javob quyosh. Mana Alloh taolo bizga tekindan tekinga quyosh berib qo'ygan. Quyosh qo'yinglar panelni. Juda ani qo'rqsanglar, o'sha 1-2 soat svet o'chib qolishiga, 1 sutka o'chib qolishiga qo'rqadigan bo'lsanglar, akkumulyatorli qilib qo'yinglar. On grade deydi, ani off grid deydi, har xil o'sha sistemalar bor. Akkumulyatorli variantini qo'yinglar, ja qo'rqadigan bo'lsanglar. Quyosh paneldan undan foydalanish kerak. Uni ham o'zimiz bemalol qilib bera olamiz. Mana Bekkel eslab qolinglar, R290 xladagenti issiqlikni +75 gradusgacha qilib beradi. DC inverter. Mana shuni eslab bemalol so'rasanglar bo'ladi. Hamma joylardan pastda raqamlarni qoldiramiz. Montajini ko'rib o'rganib olsanglar bo'ladi. Kichkina ob'yomlarga hozir bu shunchaki isitishga. Agar men bu joy polimiz o'sha kafilli pol bo'lsa, mramor granitli pol bo'lsa, ishxona bo'ladigan bo'lsa, ya'ni yalang'oq oyoq yurmaydigan, mana oyoq kiyimda yuradigan ishxonali joy bo'lsa, bu menimcha yozda sovutishga ham qaratib yuborishadi. Aslida sovutishga iloji bo'lsa, napolniy fan coil qo'yilsa yoki patologga kasetniy fan coil qo'yib turib yoki o'sha konditsionerlarning feniga o'xshagan fan coillarimiz o'zimizda bor. O'sha napolniy fan coil ham, patologniy kasetniy ham hammasi mana shu Bekkel kompaniyani o'zi o'sha telefonlarga aloqa qilsanglar, hammasi bor o'zimizda. Sovutishga ham o'sha fenlar orqali ishlatsa bo'ladi. Undan tashqari GVS ga ham ulangan variantlarni keyinchalik yana ko'rsatamiz. Obuna bo'lib qo'yinglar, ko'rib turinglar. Hamma joy to'plab bo'ldi. Bitta ko'rsataman ko'rinishini. Mana qip-qizil bo'lib turibdi buni. Ustalar ham kelib mazza qilib futbolkada ishlab yotishgan ekan. Kiyimlarni yechib olib, ko'cha hozir mana muz deb yozibdi, ichkariga kirsam isib ketyapti. Ko'rasizlar, deltani qaranglar, masalan, hozir bittanisini ko'rsataman. 36 eng issiq joyi. 36 bo'lsa, 40 ga 36, 34. 5 deltada ishlab turibdi hozir. 41 ga mana chiqdi. Sizlardan bor yo'g'i kommentariyaga foydali bo'lgan bo'lsa, video foydali deb yozib qo'yinglar, o'sha bizga motivatsiya bo'ladi. Undan tashqari shu videoni teplovoy nasos qanaqa o'rnatiladi, narxi nechi pul, istadimmi, yo'qmi deb ikkilanib yurgan odamga tirslatib shuni o'chirib qo'yaverasizlar. Sog' bo'linglar, sizlar bilan har doim saydolim. Charchamanglar.